Bugungi mavzu qon tomirlari, qon tomirlarining bo'linishlari, ularni devorlarini tuzilishi va har bir qismini vazifalari to'g'risida, shuningdek qon tomirining ichida qonning oqishi haqida bo'ladi. Eslaringda bo'lsa, o'tgan safargi darsimizda yurak va qon tomirlar, ko'krak qafasini qon tomirlari to'g'risida gap bo'lgan edi va mana shu rasmga to'xtalgan edik. Bugungi mavzuimiz ham qon tomirlari to'g'risida bo'lgani uchun shu rasmdan boshlashni lozim topdim. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana bu yurak ko'krak qafasida, mana bu yer diafragma, yuqori tarafi ko'krak qafasi, uni pasti qorin bo'shlig'i. Mana bu yerda to'sh suyagini orqasida, ko'ks oralig'ida yurak. Va bu yurakdan katta tomirlar chiqib, tanani har taraflariga mana tarqalayotgani ko'rinib turibdi. Va natijada bu qon tomirlar mana bu yerda sxemada ko'rinib turgandek, tanaga tarqalib, arterial tomirlardan borib, kapillyarlarga aylanib va venaga, kapillyarlar yana venaga to'planib, yurakni o'ng bo'lmachasiga kelayotgan edi. Mana bu pastki kavak vena, mana bu yuqorigi kavak vena. Yana bir bor qon aylanish doirasini eslatib o'taman. Aortadan chiqib, butun tanaga tarqalib, yana qaytib o'ng bo'lmachaga qaytib kelishiga katta qon aylanish doirasi deyiladi. O'ng qorinchadan chiqib, o'pkaga borib, kislorod bilan to'yinib, yurakni chap bo'lmasiga kelgan tomirlar bu kichik qon aylanish doirasini tashkil qilar edi. Yana bundan tashqari kecha yurakni o'zida ham mustaqil bir kichkinagina uchinchi bir qon aylanish doirasi borligini aytib o'tdim. Endi bugun mana shu tomirlarga chuqurroq to'xtalib, qanaqa tomirlar bor, bularni devorlari qanaqa tuzilgan va nima uchun o'shanaqa tuzilgan va qaysi tomirning qaysi bo'laklarida qanaqa vazifalar bajariladi, shular to'g'risida batafsilroq to'xtalib o'tmoqchiman. Tomirlar to'g'risida gap ketar ekan, avvalambor tomir deganda bizni tanamizda ikki xil tomir bor. Qon tomirlari bor va limfa tomirlari bor. Qon tomirlari deganimizda, qon tomirlari ham o'zi ikkiga bo'linadi. Arterial tomirlar va venos tomirlar. Vena qon tomirlari va arteriya qon tomirlariga bo'linadi. Arteriya qismidan hozir boshlaydigan bo'lsak, qon tomirlarining arteriya qismi mana yurakni chap bo'lmachasi, chap qorinchasidan aorta bo'lib chiqib ketadigan, chiqib ketish bilan boshlanadi. Mana aorta. Va yuqorigi pastki kavak vena bo'lib o'ng qorinchaga qaytib keladi. Endi shu narsalarni hozir o'zimiz bir yasagan, bir oddiy narsalar bilan sizlarga chuqurroq tushuntirishga harakat qilamiz. Shunday qilib, keling faraz qiling, mana bu aorta, aortani boshlang'ich qismi. Aorta o'zi lukavitsasi deymiz, bulbus, piyozi bilan boshlanadi chap qorinchadan va o'sha yerda 3 yarim oysimon klapillar bor edi. Bu klapillarni orqasi sinuslar deyilar edi va o'sha sinuslardan ikkita yurak toj qon tomirlari, o'ng va chap yurak toj qon tomirlari chiqar edi. Kecha ko'rdik uni. Yurakni o'zini qon bilan ta'minlashga va diastole vaqtida qon yurak devoriga kirish uchun mana shu birinchi bo'lib aortadan ketgan qon tomir bu yurakni o'zini toj tomirlari, o'ng va chap yurak toj arteriyalari edi. Endi aortani tuzilishini bir ko'rsak, mana ko'ring, mahkam bu doim buni ezib bo'lmaydi, baquvvat. Chunki aorta
devori tog'aylardan tuzilgan. Giyalin va elastik tog'aylardan tuzilgan. Giyalin tog'aylardan tuzilganligi uchun bu endi yopishmaydi, kichinarmaydi. Elastik tog'aylari esa qon mana bu yoqdan chap qorinchadan yuqori aytganimizdek 70 millilitr qon aortaga chiqqanda bular ozgina kengayadi chunki elastik va keyin yana o'z holiga qaytish uchun yana torayganda qon orqaga ketolmaydi. Mana bu yerdagi yarim oysimon klaplar to'sib qolib, qon faqat oldiga qarab yurib ketadi. Demak, aorta bu elastik tipdagi tomir deyiladi. Endi shu aortani narigi boshidan ko'ramiz. Hozir endi bunday qilib aortani yuqoriga chiqsak, bu aortani ko'tariluvchi qismi pars ascendens deyiladi. Mana bu yer esa aortani ravog'i deyiladi endi mana. Ravog'i va mana bu yer aortani pastlovchi qismi deyiladi. Pastlovchi qismi. Yoki bo'lmasa ko'krak aortasi deyiladi. Mana bular qattiq tog'ay elementlardan turganligi uchun bular silmaydi, bularni doim ochiq turadi. Qon bemalol bularni ichidan o'taveradi. Yonida joylashgan a'zolar bularni bosib qola olmaydi. Masalan, o'pka nafas olayotganingizda yoki bo'lmasa boshqa bir o'pka qapaslari bir qisilganda bosimlar va bu tomirlarning atrofidagi boshqa a'zolar buni bosib qola. Endi mana bu yerdan ko'krak qafasi bilan qorin bo'shlig'ini ajratib turgan diafragma bor, bilasizlar. Tepa ko'krak qafasi, pasti qorin bo'shlig'i bo'ladi. Endi mana shu aorta qorin bo'shlig'iga o'tganda qorin aortasi deyiladi. Qorin aortasi 4-chi bel umurtqasiga kelganda 4-chi bel umurtqasini oldida endi ikkiga bo'linib ketadi. Bu umumiy yonbosh arteriyalarga bo'linadi. Bu qorin aortasi kelib umumiy yonbosh arteriyasiga bo'lindi. Umumiy yonbosh arteriyasi endi ichki va tashqi yonbosh arteriyalarga bo'linib ketadi. Mana bu tashqariga oyoqqa ketadi endi. Son va oyoqlarni qon bilan ta'minlashga. Mana bu ichki yonbosh arteriya esa shu tas a'zolarini qon bilan ta'minlashga ichki yonbosh arteriyasi ketadi. Shunday qilib yurakdan chiqqan katta aorta ko'tarilib, uni ravog'i va pastlovchi qismlari bor ekan. Diafragmadan o'tgandan keyin mana chap va umumiy yonbosh arteriyalariga va umumiy yonbosh arteriyalari ichki va tashqi yonbosh arteriyalarga bo'lindi. Endi bu tomirlarni tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, devorini tuzilishini. Tomirlar vazifasiga qarab devorining tuzilishi ham har xil bo'ladi. Birinchi navbatda arteriyalarni ko'rib chiqaylik, keyin venalar bilan qaytib ketamiz. Arteriyalarni tuzilishi asosan 3 qavat. Arteriya devorining tuzilishi 3 qavat. İchki qavati intima deyiladi. Mana bunaqa bir yupqa hujayralardan to'qimadan tuzilgan parda, ichki pardasi, ichki qavati. Bu o'sha tomirni bitta qismini sizlarga ko'rsatilyapti. Buni ustida mushak qavati bor endi. Mushak qavati bor mana. Mana bu ichida intima degan ichki qavati qoldi. Uni ustida bundan ko'ra qalinroq bo'lgan mushak
qavati bor. Endi mushak qavatini ustida adventitsiya deyilgan yana bitta qavati bor. Mana bu adventitsiya bo'ldi. Mana 3 qavatlik, mana bu yerda ko'rinib turibdi. Mana bu intima, ichki qavati, mana bu mushak qavati qalinroq ularga qaraganda va nihoyat mana bu adventitsiyal qavat tashqi qavati bo'lib, tomirlar mana shunaqa 3 qavatlik. Lekin tomirlarni diametri va qayerda joylashganiga qarab mana shu qavatlarni tashkil qiluvchi to'qimalar har xil bo'ladi. Aortani ko'rsatdik. Aorta qisilmaydi, qattiq turgan, chunki uni elastik tolalari ko'p. U yerda mushak tolalar deyarli yo'q. Elastik tola bilan gialin tolalik tog'aylar bor aortada. O'shaning uchun doim ochiq turadi u. Endi ko'krak aortasi qorin aortasiga o'tganda sekin asta elastik tolalar kamayib, tog'ay tolalari kamayib borib, o'rniga mushak tolalar ko'payib boradi. Endi mana bu 4-bel umurtqasini ro'parasida o'sha qorin aortasi ikkita umumiy yonbosh arteriyasiga bo'lingandan keyin bu yerda endi tog'ay elementlari kam, asosan mushak elementlaridan tuzilgan tomirlarga aylanadi va bu tomirlar sekin-sekin bir necha marta bo'linib borib o'sha region tomirlar, keyin organlarni tomirlariga bo'linadi va organlarga kirgan joyidan boshlab endi yana yangicha bir tomirlarga aylanadi. Shunday qilib katta qon tomirlarni elastik tipdagi, aralash va mushak tipdagi qon tomirlarini oldik. Bu qon tomirlar keyin organlarga yetib kelgandagi ko'rinishi va ularni joylashishi, ularni vazifalarini sizlarga tushuntirish uchun mana bunaqa bitta bir moslama tayyorladik. Shu moslama orqali tushuntiramiz. Mana bu temda organ deb faraz qiling. Shu organga mana arterial qon tomiri keldi. Katta hali mahalliy qon tomirlar kelib organ qon tomirlariga aylandi. Organ qon tomirlari endi mana bu yeri arteriola deyiladi endi. Organga kirgandan keyin arteriola deyiladi mana bu yer. Arteriolalar mana bunaqa prekapillyar, kapillyar oldi degan tomirga bo'linadi mana. Kapillyar oldi tomirlari bu. Va nihoyat kapillyar oldi tomirlari kapillyarlarga bo'linib ketadi. Bunaqa bo'lib kapillyarlarga bo'linadi. Organni ichida, to'qimalarning ichida mana shunaqa kapillyarlarga bo'linadi-da, sekin-sekin ular endi o'zlarini olib kelgan ozuqa moddalarini, kislorodlarini to'qimalarga berib, to'qimalarda to'planib qolgan zararli, zaharli narsalarni olib, uglekislotani olib, endi bu kapillyarlar sekin asta venulalarga aylanadi. Va bu venulalar sekin post venula, venuladan keyingi tomirlar bo'lib va nihoyat vena bo'lib chiqib ketadi. Vena bo'lib chiqib ketgan qon bu endi oyoqlardan, taz a'zolaridan hosil bo'lgan bunaqa venalar pastki qavat venani hosil qiladi. Yuqorida aytganimizdek, yurakni o'ng bo'lmachasiga olib boradi. Xo'p, endi bu asosiy tomirlari mana. Asosiy qon bilan ta'minlaydigan tomirlar. Lekin har bir organni yonida, har bir a'zolarni yonida yana mana bunaqa boshqa organlar bor va bu organlar ham mana prekapillyar, kapillyar bo'lib kelyapti va yana shunaqa ikkita yonma-yon turgan organlardan yo yonidan o'tib ketayotgan tomirlardan mana bunaqa ikkinchi darajalik kichik
qon tomiri ham bu organdan organga o'tadi, bir-biri bilan bog'lab turadi. Buni kollateral, ya'ni aylanma qon bilan ta'minlanish deyiladi, okolniy kravotok deyiladi, kollateral deyiladi. Mana shuni bordi-yu, bu sabablarga ko'ra mana bu asosiy qon tomirlardan qon kelmay qolsa, qandaydir bir tromb bo'lib yoki bo'lmasa boshqa bir ishemik nimalarda mana bu kollateral tomirlar ish beradi. Mana shulardan qon kelib ma'lum vaqtga mana bu yonidagi to'qima, yonidagi a'zolarni qon aylanishini ancha vaqtgacha tiklab berib tura oladi. Shunday qilib bu arteriya kelib venaga aylanib mana bu yerdan chiqib ketyapti-da va endi arteriyalar kattadan kichikka maydalashib kelgan bo'lsa, endi venalar borgan sayin kattalashib boradi-da, endi shu venani tuzilishini sizlarga ko'rsatsak, venani ichini ochib ko'ramiz. Mana venani ichida mana bunaqa klapillari bor va qon venadan pastdan yuqoriga qarab ketadi. Mana strelkada ko'rsatgandek qon bu yoqqa qarab ketadi xolos. Agar bordi-yu qon orqaga ketmoqchi bo'lsa, mana bu klapillar yopib qolib, qonni orqaga yurishiga yo'l qo'ymaydi. Natijada bu qonlar yuqoriga segmentga o'tadi, yuqoriga segmentdan yana pastga tusha olmaydi, yana bu klapillar to'sadi va mana shunday bo'lib qator-qator klapillar, venani ichidagi klapillar qonni faqat bir tarafga, ya'ni shu periferiyadan, a'zolardan yurak tomonga qarab ketishiga yordam beradi. Mana bu endi venani tuzilishi. Venani tuzilishi ko'rdingiz, bu yerda arteriyaga o'xshab ichidagi intimniy va mushak va adventitsiya deb bunaqaga bo'linmaydi venani devori. Bor, bularda ham 3 ta qavat, lekin bular bu darajada bir-biridan farq qilmaydi. Mana yuqorida ko'rib chiqdik. Arteriya qismi ham, vena qismi ham o'zlarini diametrlari bilan va o'zlarini devorlarini tuzilishlari bilan bir qismi ikkinchi qismidan farq qilar ekan. Nima uchun shunday? Biz bilamiz, har bir a'zoni tuzilishi uni vazifasiga bog'liq bo'ladi. Tabiatdan unga qanaqa vazifa yuklatilgan bo'lsa, o'sha vazifani bajarishga qulay bo'lib tuziladi har bir organ. Yuqorida aortani aytdik, doim ochiq, u elastik, kengayib o'ziga qonni qabul qiladi va torayishi natijasida qonga ma'lum bir bosim bag'ishlab beradi va o'sha bosim natijasida qon periferiyaga qarab ketadi dedik. Endi ko'krak va qorin aortalari ham elastik tipda dedik. U yerlarda ham qon kelganda sal kengayib, keyin ular yana o'z holiga qaytishi natijasida yana o'sha bosim davom etadi. Endi sekin-sekin u mushak tipidagi, avval aralash tipida, keyin mushak tipidagi organ arteriyalarga aylanadi. Mana bu yerdan boshlansak, organ tipidagi, bular mushak tipidagi arteriyalar, bular bemalol qiladi. Mana yumshoq bular. Endi bular arteriolaga o'tadi dedik. Mana bu yer arteriola dedik. Arteriolada endi tog'ayli elementlar yo'q. Faqat mushak elementi bor. Mushak bo'lganda ham bu silliq mushak bu yerda. Va bu mushaklar vegetativ nerv sistemasini ta'sirida, ya'ni yo simpatik yo parasimpatik qismini ta'sirida bular kengayib, torayib turish qobiliyatiga ega. Demak, tepadan, aortadan keladigan bo'lsak, aorta qonni xuddi vodoprovod trubasiga o'xshab qonni uzatib beradi. Qonni oqishiga yo'l qo'yadigan tomirlar, ular turbalar desak ham bo'ladi. Endi arteriolaga kelganda arteriolalar ham qonni o'tkazadi va buni ustiga bu yerda endi regulyatsiya deymiz. Buni qonni qayerdan qancha qayerga o'tishini idora qilib turadigan ham qismi bo'ladi. Shu yerda
sfinkterga o'xshagan qalinroq bir joyi bor. Qaysi organni qaysi qismida qon ko'proq kerak bo'lsa, o'sha prekapillyarlar ochiladi, qolganlari yopiladi, qon o'sha yerga ko'proq keladi. Qayeri endi dam olayotgan bo'lsa, u yerni yopadi, u yerni dam olib yana o'zini tiklab olishiga yo'l qo'yib beradi. Undan tashqari mana bu yerda endi kapillyarni oladigan bo'lsak, kapillyarni tuzilishini ko'rishdan oldin kapillyarni vazifasini bir eslab o'taylik. Kapillyarda modda almashuvi bo'ladi. Kislorod to'qimalarga o'tadi, uglekislый gaz kapillyarning ichiga o'tadi. Ozuqa moddalar to'qimalarga, hujayralarga o'tadi. Hujayra to'qimalaridan ishlatilgan kerak emas, zararli, zaharli narsalar qon tomirining ichiga o'tadi. O'sha yerda modda almashuvi ketadi. Buning uchun kapillyarlar quyidagicha tuzilgan. Kapillyar bir qavatlik endotelial hujayralardangina turadi. Bir qavat endotelial hujayra deyiladi. Ana shu bir qavatlik endotelial hujayralardan turgan kapillyar, buning ichida mana bu yerda endi ozuqa modda, kislorod va boshqa narsalar bor. Bir tomonlama o'tkazuvchi xususiyatga ega bu endotelial hujayralar. Bir tomonga o'tkazadi. Mana bu kapillyar kislorodlarni to'qimalarga o'tkazib beradi. To'qimalarga o'tkazadi. To'qimalardan esa uglekislota va kerak emas zararli moddalarni kapillyarga o'tadi va oqib yana qon bilan oqib borib buyrakdan o'tganda siydik bo'lib chiqib ketadi. O'pkaga borganda nafas bo'lib chiqib ketishi mumkin. Axlat bo'lib chiqib ketadi. Teriga borib ter bo'lib chiqib ketib, organizm doim o'zini shunday qilib tozalab, doim qayta tiklab turadi. Shunday qilib qon tomirlar yurakdan qonni to'qimalarga olib kelish va to'qimalardan qonni yana yurakka qaytib olib borish vazifasini bajarar ekan. Bu qon endi tomirni ichida qanday harakatlanadi? Buni bir ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Fiziologiyadan, biologiyadan va boshqa fanlardan, histologiyadan bizga ma'lumki, qon agar qonni olib, proverkaga olib qo'yib qo'ysak, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin tagiga cho'kma paydo bo'ladi va ustida suyuq qismi qoladi. Mana buni biz plazma deymiz. Plazma, mana buni shaklli elementlari deymiz. Buni shaklli elementlari, qonning shaklli elementlari deymiz. Bu qonning shaklli elementlari nimadan turadi? Bu eritritsit, leykotsit, limfatsit, trombotsit va hokazo, fibrin tolalar va hokazolar turadi. Buni odatda 45-55 nisbatan bo'lishi maqsadga muvofiq. Buni gematokrit deyiladi. Gematokrit deyiladi. Qonni suyuq qismini quyuq shaklli elementlariga nisbatan bir-biriga nisbiyligi gematokrit deyiladi. Demak, buni ko'proq qismi, suyuq qismi mana bu shaklli elementlari bo'ladi. Qon tomirining ichida qanday harakatlanadi? Endi qarang. Mana buni qon tomiri deylik. Qon tomiri. Qonni shaklli elementlari qon tomirining o'rtasida ketadi. Sizda
sharikovoy ruchkalaringiz bor, har biringizni qo'lingizda. Shu sharikovoy ruchkalarni sterjinini, ichidagi sterjinini mana shu qonni shaklli elementlari deb faraz qiling. Uni atrofidagi bo'shliq mana qonni shaklli elementlari va suyuq qismi bir-biriga nisbatan mana shunday harakatda bo'ladi. Qonni shaklli elementlari o'sha qon tomirining ichida qonning o'rtasida ketadi mana. Mana bu chekkalarida qonni endi suyuq qismi ketadi. Shunday qonni oqishini fizikadan, ximiyadan bilasizlar. Laminar oqim deyiladi. Laminar oqim deyiladi. Bordiyu qon tomiri shikastlansa, bir yerdagi bir shikast yetsa, bu yerda hemoretseptorlar va bir organizmda pH nimalari o'zgargan moddalar paydo bo'ladi. Bular o'zi darrov mana bu shaklli elementlarni o'ziga chaqiradi. Ko'proq bu yerga trombotsitlar keladi. Trombotsitlar yopishgandan keyin bunga fibrin iplar yopishadi, to'r paydo bo'ladi va to'rni ustidan yana trombotsit plastinkalari yopilib, mana shu shikastlangan qon tomirini devori butadi va qon oqish to'xtaydi. Buni endi yana ilgarigi laminar oqimiga qaytadi. Patologik holatlarda qon tomirining ichida qonni shaklli elementlari va suyuq qismi aralash oqish holatlari bo'lib qolishi mumkin. Bunday oqimga turbulent oqimi deyiladi. Bu kerak emas, bir xavfli narsa bo'ladi. Shunday qilib, aziz studentlar, bugungi darsimizni ham yakunlaymiz. Odatdagidek, kimda qanaqa savollar paydo bo'lsa, qiziqish paydo bo'lsa, bemalol yana o'sha ekranlaringda ko'rib turgan telefon orqali menga murojaat qilib, savollaringga javob olishlaring mumkin. Yana darslar vaqti uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.